qildi. Keyin akamiz mana bularga ko'proq yordam berdi bizga. Akamiz sizga ham rahmat. Xullas do'stlar, ko'ngli ochiqni, yo'li ochiq mana shu insonga nasib qildi mana. Islom diniga o'tganiga attiga 20 kun bo'ldi. 20 kunda Alloh o'z baytini ushlatdi, ko'rgizdi. Allohim sizlarga ham nasib qilsin do'stlar. Xullas endi ko'pchilik o'zbeklar O'zbekistonga kelsin, olib kelin deyapti. Endi bu hozir o'zini davlatiga borib yoki Abu Dabiga qaytib, dokument qilib, keyin O'zbekistonga borish kerak. Inshaalloh men ham tez kunlarda O'zbekistonga qaytaman, kuzatib turinglar, keyin bu ham orqamdan O'zbekistonga boradi, O'zbekistonni aylantiramiz. İran tilim so'zlamay qoldi. Hayot meni nekiga soldi. Halovatim zunda yo'qoldi. Görüşürüz dostum. Evet. Ben yıkıldım.